Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibiga 11 ta masala kiritilgan. Ko'rib turganlaringdek, masala ko'p, shuning uchun bugungi fraksiya yig'ilishimizni konstruktiv, faqatgina mana shu reglament bo'yicha o'tkazishni taklif qilaman. Mehnat migratsiyasi masalasi bizning partiyamiz uchun fundamental masala. Bizning saylovoldi dasturimizda ham yozilgan bu narsa. Huquqbuzarliklari bilan bog'liq bo'lgan holatlarda jazo mexanizmlarini kimga nisbatan qo'yapmiz? Xususiy bandlik agentliklari bu borada o'z oldiga qanaqa majburiyatlarni olyapti? Qonundan juda katta maqsad ko'zlangan edi. Juda katta maqsad ko'zlangan edi. Endi menda aniq tahlil yo'q, lekin qonun amaliyotda yaxshi ishlamadi. Xususiy bandlik agentliklari faoliyati rivojlanmadi. Hozir mana shu summani kamaytirilyapti. Yana eski holatga qaytmaymizmi? Hozir sizlar qonun bilan o'zgartirish kiritilyapti, ya'ni xususiy bandlik agentliklariga demak pul olish masalasi kiritilyapti, haq olish. Buni mezoni qanday? Xizmat ko'rsatilayotgandagi summani depozitga qo'yish ahamiyati nimada bu yerda? Mana shu belgilangan muddatda xususiy bandlik agentligi o'ziga biriktirilgan belgilangan vazifalarni amalga oshirilmasa, pulni qaytarib beradi. Mehnat migrantlarimizni jo'nataylik, agar bunga ular talab bo'ladigan bo'lsa. Lekin har doim qonuniy manfaatlari, huquqlari himoya qilinadigan, o'sha ishiga yarasha munosib mehnat haq to'lanadigan joyga jo'nataylik. Men shu agentligimizni pozitsiyani eshitmoqchi edim. Iste'mol qilayotganimizni ichida aynan shu 2% miqdorni tekshiradigan, nazorat qiladigan, agar holat bo'lgan bo'lsa, unga nisbatan javobgarlikni belgilayotgan mexanizmni hozir mana shu qonun bilan tartibga solib ketish kerak emasmi? Mediatsiyani xohish istagi bo'lmasa, lekin biz boshqa qonun bilan uni o'sha mediatsiya institutiga borishga majbur qilishimiz qanchalik to'g'ri? Mana shu ikkita qonun o'rtasida kelishmovchilik, qanaqadir kesish bo'lmaydimi? Keng ommalashtirish. Nima uchun buni ommalashtirish kerak? Bizda nima ishchi kuchi yetishmayaptimi? Qaysi sohada bizga kerak qo'shimcha ish vaqti? O'zi 190-modda to'g'risini aytganda o'zi qanchalik ishlaydi amaliyotda degan savol ham bor. O'zi ishlamaydigan normaga yana bitta ishlamaydigan norma qo'shyapsiz. Nodavlat sektori davlatdan subsidiya oladi. Ularda bu nazarda tutilmagan. Ular qanday to'lash kerak uni? Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibidagi barcha masalalarni ko'rib bo'ldik. Faol ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.